Atam çalğan muğlaq tutar Hər bir kıydamışınğa bolğandan qumar Qabravatam fırsatar Kendisi benzem tümen Kalbıdım kaldırar Bahırlanıp söyüler Muqam mevladidab atar Hayatta muqamdek Yana bir muqlar bu yürekge Barğuda cahanda Muqamda yana bir köy var bu yürekli yarğuda Assalamualaikum. Akşamlar bu kanalındaki başarıya. Bizlerge in'am, oyuncuki muqam Aytedin tarifligen onu amman sahan Kalbimde gülhan, düşmeydu hamma Kadirleymiz biz onu yürekler gornivan Aytedin fırlivan sen ve ben Hemimiz onu rıqammigan Nakşıları köylegen, ezelden ölmegen İlli tarım vadilleri sensiz ökeşlinmegen Kalbimden düşmeydu muqam avazi Muqamda ayni goyadılar Rabbi Kalbimden düşmeydu muqam sadasi Muqam muavlatlarımda bahari Bizge teberrük Onçki muqam güzel aylar Teberrük bizge teberrük Onçki muqam güzel aylar Zamandan korek Makam deyken mümkün muqam Makamdan terplep Yıllardı dastanım muqam Zamağ sensiz akmaz dolunu zerep Şamdan haynimi özem Halkamdan şatlık vurur Çerekşani baylığı Parasını hem baylığı Dur cismanlı tolgan muhabbet İnsaniyetten tutulmesem Distemlek zor icadiye Kadirler Assalamualaikum. Hoş geldinler. Gülü Maksud kanalından sizlerge. Yakshanbalik salam. Bugun 24-chi qitimliq ma, qancha qitimliq bo'lib ketdi? Nahvaydan paramda sizlarga. Bütün kunlik bulamdı yoki ishdan sirqi bulamdı, Uber şirketiga, shu Uber haydab, mashina haydab pul topadigan qarindoshlarningki, shularningki kasbiga munosabatli o'zimniki kasbiy bilimlardan biroz nim qilay dedim. Baharlay dedim o'zimniki bildiganlarini. Nima desa, men Ottawa shahrida ishdan sirqi Uber haydadim, Torontoga berib 7-8 ay o'yadim, shu mashina haydab yurib, anannikin faoliyatim nima Uyg'ur davosidagi bir qism faoliyatlarimni shu ishdan sirqi qiladigan ishlar qilaqmi? Shu har bir fursatni qo'yib o'tmay, to'xtamay so'zlab kishilarga ashuna qilish jarayonida anankin nurg'un kasbdosh do'stlar bilan ko'rishdim, paranglashdim deymanmi? Uyg'ur do'stlarim bor, Uyg'urlarning ichida shu Uber shirkatiga va Lyft shirkatiga ishkisiga nim qilib, oilasininki kirimini, oilasininki chiqimini qandaydigini shundoq do'stlar bilan ko'rishdim. Hamda meningki bu nim demakchi bo'lganim hamda bular aydaydigan mashinaning pulini tepaverdi ekan, lekin bu Kanadaninki boj ishlari qarta, qonuniy boj ishlari qarta shu ularga hech qanday nim qilmaylam, faqat pul topsam bo'ldi ekan. Chum boj idorasidan o'zininki self-employed business numberga tizimlatib,
Uningda o'zininki shu mashina haydash jarayonida ketgan chiqimlarininki hisobini qilib, to'lagan bojni qaytarib oldiganni hech qaysi tuzuk bir nima qilmaydigan shunlashqa o'zim accounting student bo'lgandan keyin o'zimniki o'rgangan bilimlarimni biroz ko'pchilikdan ham baholay dedim. Bu faqat shu Kanadadagi Uber deydigan, Lyft deydigan qarindoshlar uchun, ya'ni shu transportation orqali pul topadigan qarindoshlar uchun ozroq foydasi bo'lib qolarmikin dedim. Hamda boshqa dunyoniki har qaysi joylarda yashaydigan qarindoshlarniki shu sohada hamda o'zininki davlatiniki boj sistemasini qanday bo'lganligini surishtirib tekshirib, o'zimizga foydali bo'lgan hukumatdan qaytarib olg'ili bo'ladigan, o'zimiz to'lagan shu pullarni qaytarib olg'ili bo'ladigan bo'lsa qaytarib olg'ili. Shunlashqa shu to'g'risida bildiganlarimni biraz sizlar bilan taqdim bağdım Fransa'gaş. Bu qatimki videomni Kanadadagi turmushniki bir qismi deb hisoblab turayamdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush keldingiz. Qarindoshlar bo'lsanglar, parang-parang qo'shqash, so'raydigan savollaringlar bo'lsa, qiziqadigan temalaringlar bo'lsa, yoki men so'zlaydiganim bugun qisqalam tugaydi. Tugitib bo'lgandan keyin erkin yana paranglashsak, o'zinglarning ketadigan gaplaringlar bo'lsa, inkas qismida yozib qo'ysanglar bo'ladi. Unda bo'lsa sho'purlarningki bu yerga Kanadaga kelgandan keyin eng dastlabda kishilarningki boshlaydigan shu qiladigan ishlariniki birsi shu to'g'ri, derizlarni yapatay. Self-employed, yani o'ziga o'zi ishlash, ma'lum bir yerda boshqa xo'jayinlar ishlamay, boshqa shirkatda bu yerlardan xizmat topmay, o'ziga o'zi ishlaydigan kasblarniki birsi shu Uber sho'purlik haydash, shu o'ziniki mashinasini ishdan sirtgan vaqtlarda Uber'ninki meliga tamoq to'shiydigan deydi, ananiki passenger yo'lovchilarni to'shiydigan deydi, ananiki yaqinning yoqi saykiktatlarni elib olib beradigan bir mulozimatlarim chiqibdi deyotgandi. Shundaq nurg'un yangi mulozimatlar yo'l qo'yiladi. Shundaq Kanadaga kelgandan keyin dastlabda shu o'zlarininki nima qilishi demoqchi bo'lganim, dastlabdagi qiladigan ishlariniki birsi ko'pincha Uyg'urlar asosan shu Uber mashina haydashdan boshlaydi ekan, keyin anankin cho'ng yo'g'on truck bor-ku, yo'g'on yuk mashinasi haydaydigan. Shundaq kinishkalarni ilib, yo'g'on yuk mashinalarini to'shib, anankin Amerika bilan Kanadaniki o'tirsida Amerika bilan Kanadaniki o'tirsida shunaqa qilgan mal to'shib, cho'ng yuk avtomobillarini to'shish orqali uniki kirmi Uberniki qaraganda texmi yaxshi, yaslab bilan yaxshi degandek. Shunday qilib shu o'ziga o'zi ishlaydigan qarindoshlarimiz uchun self-employed to'g'riliq ozroq gapilay dedim. Shu Kanadadagi Uber deydigan qarindoshlar, Uber shirkatiga tizim qo'yib, ishni boshlab bo'lib, ishini qilaverdi ekan, pulni topaverdi ekan. Odatda haftada bir qatim shu topgan pulini bank kartasiga biyostirib beradi, yoki bo'lmasa o'zingiz biyoslam, har kuni topgan pulingizni o'zingiz shu telefondagi appning ichida nimaga yo'tkazib olsangiz bo'ladi, bankingizga yo'tkazib olsangiz bo'ladi. Endi boj ishlariga kelsak, qandoq desa, bu Uyg'urlar tayyor pulni hukumatniki cho'ntagiga to'kib, oladigan pulni olmay qiziqgan deb o'ylab qoldimda. Qandoq desa, masalan, shu Kanadadagi hamma narsani bir narsani sotsangiz odatda 13% beji bor. Qahvaxonaga kirib qahva ichsangiz bunga 13% boj qo'shiladi. Siz u bir mashinangizni, o'zingizniki bir propertyni bir biznesga ishlatgandan keyin unga ketadigan may puli, oylik chiqadigan u nim puli degandeklarniki hammasiga chiqim ketadi. Siz u pullarni to'layver ekansiz, chiqimlaringiz bilan qaringiz yo'q, faqat kirim kirsan bo'ldi deb o'zingizga topgan pul bilan bo'ladi ekansiz. Anankin o'zingiz berayotgan, to'layotgan u nimlaringizni olmaydi ekansiz hukumatdan. Shuni o'zimcha ajab bu tayyor pulni ajab olmaydi ekan ya bu qarindoshlar deb. Shuning bilan bu qatimki videomni Kanadadagi turmushniki shu shopur Uber deydigan qarindoshlar uchun ishladim. Hamda dunyoniki boshqa joylardagi qarindoshlarniki shu sohada o'ziniki shu foydali bo'lgan, hamda hukumatdan qaytarib olishga tegishli bo'lgan pullarni hammasini qaytarib olib degan gap. Masalan aytaylik,
Sizlarga mundaqlam hisoblab beray. Nima? To'xtang. Zulfiya Kovzik. Nima ismladi bu? Ha, yaxshimisiz? Hay. Murtlaringiz azlab ketibdi. Ha, bo'pti. Bor bo'lsin, yo'q bo'lsin. Murtlaringiz davog'andan birdan taqtidigan odam bo'lmasam ya. Qudus Asimjon, Qudusjon Asim. Tamsiz videolarim bora yiqib ketib boramdi sizga. Doim nimda atamsiz deb videolarimni inkas yozatsangiz bag'an sir yaxshi inkaslarni yozdan qo'yib ketib beribsiz-ku. Rahmat. Gapimni davomlashtiraverayinsa. To'g'ri kuldirmanglarchi. Murtlaringiz. Bütün kunlik emas, ishdan sirtqi qiladigan qarindoshlarniki shu bir mashinasiga ketadigan chiqimini hisoblab beray sizlarga odatda. Masalan aytaylik, oyda $500 deylik, oyda eng oz deganda $500 may puliga keting, $200 atrofida mashinaniki nimasiga sug'urtasiga pul to'lang, andan keyin u maxsus passenger to'shiydigan nim bo'lgandan keyin unga har oyda bir ketim yoki bo'lmasa qancha vaqtda bir o'zingizniki mashinangizniki ma'lumot qarta o'ziniki oil change mayni almashtiradigan ishlar bor. Shularniki hammasini hisoblab ketma, o'tir hisoblab $1000 deylik. Shu $1000 ichidagi qancha 13% qo'shilib $1000 bo'ladigan, biz ham 13% deb hisoblasak, $1000niki 13% $150, nima $130 atrofida har oyda bir oyliknikini hisoblasak. Siz shu pulni siz mashina haydab o'zingizniki topgan pulni nima qilaverasiz? Shu pulni o'zingizniki shu business account orqali qaytarib olg'ili bo'ladi. U bir aytadigan do'stlar odatda shu o'ziniki mashinasini haydab topgan pulni hisoblab, o'zi to'layotgan, boj qismida to'layotgan nimasi bilan ancha bak kar bo'lmayotganda, xayoligim kirib chiqmaydi ekan bu odatda boj ishlarini ma'lum bir akkauntantga odatda yilda bir qitimlam qiladi. Amaliyotda bo'lsa, o'zingiz shunday self employed bo'lsangiz, o'zingiz CRA shu boj idorasining veb-saytidan o'zingiz business accountini birini ochsangiz bo'ladi. O'zingizlarniki u bir veb-saytga kirib, u yerdan Uber Driver degan veb-saytga kirib o'zingizlarniki hamma informatsiyalar ochadi bor. Hatto o'zingizniki shu business account bo'lmagan bo'lsa, ochada qanday business account ochishni yo'l tartibi bo'yicha bir ko'rsatib beradi. O'zingiz mashinada pul topadigan bo'lsangiz, sizningki business, sizningki savdongizniki, ya'ni shirkatingizniki ismi o'zingizniki ismi nomida bo'ladi. Ondan keyin service, mulozimat turi deganda shu transportation, qatnash transport service bilan ta'minlanadi deb qildi. Shunaqa ilg'or tartiblari bor uningki. O'zingizniki shu CRA'dan business account qilib olgandan keyin uni har oyda bir qitim yoki bo'lmasa har faslda bir qitim yoki bo'lmasa yilda bir qitim mana 3 xil ilg'or bojni qaytarib olg'ili bo'ladi-da. Endi meniki odatda har oyda bir qitimlam qilaman odatda. Elektrik o'zimniki kirib tekshirib ko'rib boqay. Faqat vaqtingiz bo'lmasa, bu income tax bilan hech qanday aloqasi yo'q. Faqat o'zingizniki self employedniki, ya'ni HST-niki boj ishlarini ayrim o'zingiz hisoblab olgan narsa, ya'ni o'zingizniki sudisida, ya'ni shu Uber haydash jarayonida chiqib ketgan chiqimlaringizning ichidagi hukumatga to'lagan shu may qochilaydigan yerlarda odatda Uber deydigan qarindoshlar mayni qochilab bo'liblam u receipt talonlarini tashlab berib ishdan bilan kar bo'lmaydi ekan. Amaliyotda talonniki ustiga qarasangiz qochilgan may pulingizniki qancha persentlik oydagi necha dollar necha sent degan aniq yozilib berib turdi. Shu to'lgan pullaringizniki hammasini qaytarib olg'ili bo'ladi. Hammasini emas, hamda siz butun kunlik ishlagan bo'lsangiz, ya'niki mashinangizni butunlay yoki bo'lmasa 90% dan yuqori o'zingizniki biznes ishlatgan bo'lsangiz, uni shu butunlay qaytarib olg'ili bo'ladi. 50% dan yuqori 90%niki o'tirsida bo'lsa, uniki shu 90% bo'yicha hisoblaydi. 50% deyman, 50% yarmini qaytarib olg'ili bo'ladi. Shunday o'zingizniki to'lagan pullarniki hammasini qaytarib olasiz. Shu bir aytib, u mashinada pul topadigan do'stlarniki hammasi o'zi garajlarga berib, may almashtirgan degandek shu talonlarni hammasini tashib etib, bunun bilan kar yo'q. Amaliyotda shu siz tashiyotgansiz olmagan shu resitlarniki hammasida o'zingizniki to'lagan puli bor.
Aşı resitlerimizin hamısını yığıp koyup, ya ayda bir kıtım, ya fasilde bir kıtım, ya bulmasa bir yılda bir kıtım aşı HST, aşı özünüzdeki Canada Revenue Agency'nin içinden içiyorgan business account'ның içinden özünüz şu törgen pullarını qaytarıp algılı bulurdu demekçi. Ben hazır misal kılıplam özemlikiga kirip sizlarga ko'rsatib beray. Oldin qayliqnikini men qildim-ku deyman, men zero deb fayl qilsam bo'ladi. Pulinglar eshib turgan bo'lsa, men meniki YouTube kanalimga kirib mayaga pul tashlab qo'yinglar. Hukumatga tashlab qo'ygandan ko'ra menga tashlab qo'yinglar. Tayyor bor pullarni o'zinglarniki pulni o'zinglar olmaydi ekansizlar. Bir emas bir nechasidan oldim men. Kari yo'q. HST business accountmi yo'q. Aşı maşını ayda verdi ekan. Aşı yılda faqat income tax. Birlik etim şu income tax'lam qiladigan income tax'siz kirimingizdan, ya'ni kirim beji topshiradigan gap. Aşı kirimni tepish jarayonidagi o'zingiz to'layotgan HST'niki pullarini hammasini qaytarib olgan degan bir yo'lni hozir sizlarga so'zlayapman. O'zim accounting student bo'lgandan keyin shu to'g'riliq so'zlaydi. Meniki qilgan ishim shu maxsus shu Kanadaniki boj ishlari. Boj aşı yılda her yılı birinci aydan başlap 4-nji aygacha 4 ay kishilarniki shu income tax filing ishlariga yordamlashadi. Bu yil virus sababli COVID-19 deb 6-nji ayning 30-nji kunigacha uzatdi. Ondan ilgari har doim shu 4 aylan bo'ladi. Yilniki 5-dagi 4 ayda shuni aldirash qolgan vaqtlarda men business accountlar bilan aplashmaganligim faqat kishilarniki bo'lib mutfan kirimli kishilarniki T4, T5 oddiy shu tax filing, ya'ni shu kishilarniki boj ma'lum qiladigan ishlarga yordamlashadigan. Endi bu Uber deydigan qarindoshlar self employed qatorida kiradigan bo'lgandan keyin shu to'g'riliq bildiganlarimni ko'pchilikdan bahralay, yanchiqlar o'zinglarning pulini o'zinglar saqlab qolinglar, hukumatga berib, hukumatdan beramiz degan pullarni hammasini o'ylanglar deb mandatni qilmoqchidim. Unda bo'lsa hozir share screen deb sizlarga Canada Revenue Agency ninki to'rbatniki o'ziga kirib ko'rsatay. CRA deb kirsak ham cragc.ca Canada Revenue Agency odatda o'zinglarniki akkauntida ham shaxsiy akkaunt ham business akkaunt bo'ladi. Ko'pinchalarniki ham shaxsiy akkauntlar bor. CRA into account qilgan chog'da mayda my account degan yillik o'zinglarniki tax summary, business account degan shu o'zinglarniki shu Uber deb topgan pullaringlarni hisoblab pulni qaytarib oladigan yamsha shu. Yilmanda deganman. Partner emas, CRA login deb ham kiramiz. Meniki BIOS'lam kirib ketadigan nima. Hamsi password save bo'lgan keyin kiraveray. Odatda men ma'lum o'xshash business account kirgandan keyin ma file return degan birinchisini ochsanglar o'zinglarniki qilishga tegishli ishlarni beradi. View expected file returns. Odatda kirgan maosh shirkatlardan oldigan maoshlardan kirgan kirimni T4 deymiz. Bankadagi qo'ygan pullardan chiqadigan o'simningki kirimini T5 slips deymiz. Ashuna o'xshash bu HST bu GST HST degan 34 expected return. 8-nji aynikini deb qo'ymoqchi ekanman-da, sizlarga hozir shuni qilib ko'rsatib qo'yay. Sizlar ayrim bir Excel sheetga o'zinglarning shu mashinasiga ishlatish jarayonida ketgan pullaringlarni hammasini yozsanglar shu avtomatiklan Excel sheetning ichida hisoblab beradi. Masalan, bizniki bu Uber shirkatininki kirgan kirimi shu o'zinglarning business accountga kirib, bu GST 34 degan shu. Talaysizlar odatda talab bo'lgandan keyin qachondan tortib qachongacha deb men o'zimnikini odatda har oyda bir qiladigan bo'lgandan keyin oldin qo'yliqninki 8-nji ayninki 1-nji kundan tortib 8-nji ayninki 31-nji kunigacha bo'lsin. Ham o'sha yerda meniki oldin qo'yliq kirimim 0 bo'lgandan keyin 0 deb yozib qo'yib turay.
Hazır hükümetten teş şar ayda $2000 bir atkalı şu virüs başlanğandan tatıp uyonlarda oturunlar virüste katmanlar da bekarlık maaş bir oturdum. Meniki hazır nol bo'lgan ekan hamma narsam avtomatlab nol bo'lib ketdi. Mush yerdagi mayerdagi sales on other revenues degan shularniki hammasi o'zinglarniki shu Uber accountning ichiga kirsanglar, Uber accountda oylik kirgan kirimlarni ayrim ko'rsatib berdi, yillik kirgan kirimlarni ayrim ko'rsatib berdi. Ashunandagi sonlarniki oldida shu to'ldiradigan ma'lum son sifrlar bor. Aşağıda kelgan sonlarni yoziblar. Avtomatiklan shu CRA to'rbetning ichidan o'zi avtomatik hisoblab berdi. To'xtanglar, mana shuni qilib olay, ya. Voy. Oldin qaydan kelganman. I certify the information is given. Hammasi correct degan gaplarimni hammasi to'g'ri. Yaplam submit qilasam bo'ladi. Nol. Ammo shu yerda ITC degan bir narsa bor. ITC degani nima u? Shu import tax credit deb qo'ydi odatda. Shu o'zinglarniki mayga ketgan puli, sug'urtaga ketgan puli, may almashtiradigan shu nimaniki ilg'i mashinaniki may almashtiradigan shu remont haqqi, qishliq chaq almashtirish, yozliq chaq almashtirish degan jarayonda ketgan shu pullar bor-ku. O'shaniki resitniki ustiga qarsanglar shu o'zinglarniki to'lagan jami shu HST tax, HST boj bor. Shu bojlarniki hammasini hisoblab kelsanglar $100 bo'lib ketadi. Shu $100 hammasini shu o'zinglarniki business account orqali qaytarib olg'ili bo'ladi demoqchi. Tax filing to'g'riliq chiq so'zlamay, shuncha ham so'zlay, mani tugitib qo'yib turay. Endi mashina haydash jarayonida bu vakilqi nurg'un har xil odamlar bilan paranglashadigan gap. Men odatda az deganda ilgari, az deganda kuniga 2 soat mashina haydab qo'yib, ananiki uyga qaytdim. Shu jarayonda men az deganda 5-6 odam bo'yicha 5-6 odam yo ish bo'lmanda biri 7-8 odam ashulaga to'xtamay Uyg'urlarniki ahvolini so'z aytdimda. Bir kuni shuni Twitterga chiqardim ananiki. Masalan, hozir Twitterdagi bir narsani sizlar bilan share qilay. Har qanday ishda o'zinglarniki ishga berish, kelish, ketish yo'llarida, hatto mashina haydash jarayonida boshqalarga o'zinglarniki oilasi to'g'riliq, o'zinglarniki millat to'g'riliq, shunda hozir bo'layotgan ishlar to'g'riliq paran qilsanglar, shuni bir xil ma'noli ekan deb his qildim. Har bir fursatni to'xtab turinglar, men izlab tep olay, ya. I'm a part-time Uber driver deb yozdimmi? Zaten Twitter'dan bir narsani qiziqarli bir narsani qilay desam, u bir rasmni chiqarib qo'ysam, shunda hayron qoldimda. Tuyuqsizlam gone viral degandek ham qiziq hikoyalar chiq. Facebookda Uyg'urlar ancha pakam baharlamagan bilan Twitterga chiqsa, o'ziniki ham baharlagan narsani qancha odam ko'rgili bo'ladi, qanchalik yilqi odam sizniki profilni chiqib ko'rib boqdi, qanchalik tafsili ko'rdi degandeklarni hammasini chiqarib berdi. Shunga Facebook qaraganda Twitter yaxshi o'zingizniki chiqargan narsalarni qancha odam ko'rdi, kimlar degan hammasi baka ish qilib Facebookdan bakrak Twitterni jiqroq chiqib o'zimizniki ishlarini Twitterda. Hatto o'zinglarniki ashuna turmushlarni xotirlagan shu bo'layotgan ishlarni, uydagilarni ne qilsak yaxshi suhbat Twittermi? Mening asosliq ishlatadiganlarim shu Twitter bilan YouTube bo'lib qoldi. Facebookda kunidagidek bog'ib birdan ichib qarab qo'yib Uyg'urlar eng ko'p ya shu bo'lgan ekan. Montreal shahridagi Uyg'ur oshxonasiga borgan bir parcha rasm bilan qo'shib, anondan keyin mashinamniki ichiga
Amerika Washington'daki Uyghur Human Rights Project'niki bütün rangliki faillerini hamısını şu maşının içi koyup şu maşinaga çıkanligi adam paran qilishga fursat bor bo'lganligi adam hammasiga taqib hammasi bilan paranglashib shunda qilgandim. Meniki bu videoni so'zlashar qilibmi shu mashinada pul topilgan do'stlarga shundaq mashinaning ichiga o'zimizniki Uyg'ur madaniyatiga oid bir narsani tizib qo'yib, Uyg'urlarniki shundaq hozirgi aktivizmda ishlatayotgan posterlarni print qilib chiqarib, kopiyalarni shu taqib qilgan deb o'zimniki ishdan sirqa qilayotgan yana bir ishimnikimi bir hikoyalarimni qaytib qo'shib so'zlay deb har kim paranglab chiqib o'ldiroldim. Redim tep aytsam ham o'yadigan mana. Hozir chiqyapman, chiqmayapman. Sizlarga cho'ngroq qilib ko'rsatay. Meniki Uberdagi profile picture. Maqsud degani Maysuti deb hozirgachilik ismim o'shunda. Meniki profile picture'da Human rights activist deb yozgan. Chiqqanligi odam meniki mashinam chiqishdan ilgari nimamni ko'rsada. Jami 3000 dan ortiq tushib, aniq degandim 3000 dan ortiq odamga gapib bo'ldim degan gap shu Uyg'urlar to'g'riliq. O'zimniki ma yozmasidimi? Qanday dedim desanglar, I am a part-time Uber driver. I talk to people every day. Har kuni kishilar bilan paranlashaman. Hamda Uyg'ur krizisini as much as I can. Boshqalarga shu qanchalik gap qila olsam shunchalik gap qilaman. Being an Uyghur, I should and I must take every single opportunity to tell what China is doing to Uyghurs. Har bir fursatni qo'ldan bermay turib, kishilar bilan paranglashman, Uyg'urlar to'g'riliq, Xitoyniki Uyg'urlar qilayotgan zulmlar to'g'riliq deb mashina yozdim. Profile picture human rights activists follow me on Twitter regularly maqsud deb yozib qo'yib, qisam uninki tweetlagan qitim soni. Mashinamniki ichidagi keyindagi o'rinda qamda silib qo'ygan Uyghur Rights Human Rights Project'niki nimalarni bu flyerlarni nadan tepagan sana Torontodagi bir faoliyatga borgan chog'da bütün jo'zlarni ustiga taqatgan. Shunday yig'in oxirlashgandan keyin bu axlatchilikka tushib ketmasin deb bir jo'zning ustidagi qog'ozlarni hammasini yig'ib evagandim. Mayadagi jurnal Turkiyaga borgan vaqtimdagi ma'lum bir nimda kitobxonada qaysi kitobxona bo'lg'aydi, haqsiz taqtilgan, haqsiz kitoblari bor ekanda qashyadan bir necha tal kitobni olib, shu o'zimizniki vatan to'g'riliq, uni shu mashinamning ichiga solib qo'ydim, xalqlar ko'rsin deb. Shuning bilan o'zimizniki aktivizm ishlarini har qanday joyda xizmat ustida qila olamiz demoqchi. Qilish niyatimizda bo'lsa, Sayko'kta tog'alari bog'larda, qahvaxonalarga bog'larda, kutubxonalarga bog'larda, maxsus shunday xalq qulaylik taxtoylar boslarni, shunday o'zinglarniki aloqalash adreslarini yoki masalan bizneslar bor-ku, oshxonalarniki flyerlarni yoki masalan lawyer bilamdi, shunday o'ziniki biznesini tunishtiradigan shunday bir narsalarni taxtoylarniki ustiga yozib qo'ydi. Shu bir qahvaniki puliga 20-30 poch qog'oz varaqni chiqarib bo'ladi. Shunday o'zinglarga ish kelish-ketish jarayonlarida shunday bir yerlarga choplab qo'ysanglar bo'ladi deb shunday qilib, bu meniki shu ishdan sirqa qilib yurgan ishimdami shu xalqimni ko'rsin, xalqimni ishini qilsin deb boshlanmashiga flyerlarni qo'yib olmaydiganlar olsin deb shunday qilib sizlarning bir foydalanishgan sizlarniki fursat bo'lsa qiladigan ishlaringlarniki, xizmatlaringlarniki jarayonida fursat bo'lsa shunday o'zimizniki millatimizniki pesha kelgan ishlarni dunyoga anglashda o'zimizning bir kishilik kasbini ko'rsak demoqchi. Ishta qilib bugun so'zlaydigan mazmunim tugadi. Oldi bilan sizlarga shu Uber deydigan qarindoshlarningki bo'lib Kanadadagilarniki qanday qilishi to'g'risida ozroq so'zladim. Boshqa dunyoning har qaysi joylarida Uber deyotgan qarindoshlarniki o'ziniki shu bajidarsniki
chiqargan belgelerine qarab özüne izinip baksanlar buldu. Kanada'nınki aşındaq. Kanada'daki self-employed kişilerimiz özleriniki aşı tapkan pulu bilan kar bulup, ilgi töletken beji bilan tölegan bejini qaytarıp ediş bilan kar yo'qkanchu, şoňlaşqa şu taraplarını sözlep qo'yay dedim. Ananiki şu özümniki işten sırtki aşı Uber edeş jarayonida qolgan faoliyatimni azroq baholay dedim. Şunun bilan bugungi paranlarim tugdi. Hammalarniki shanba, yakshanbalarni yaxshi o'tkazib, atiki dushanbani xo'shalik xo'ram, jo'shqin holda kutib olishingizni umid qilaman. Tilakdoshlik bildiraman. Ko'pchilik bo'lsa omonat. Voy. Xayr, xo'shamsa. Yana ketib qoldi-da. Qo'shilishga deb tursin. Harakatim bo'lib qo'y. Kızgı